Manimcha lug'at yodlash kerakligini любой bitta tilda bu katta ahamiyatga egaligini hammamiz bilsak kerak. Lekin aslida qanaqa qilib lug'atni yodlashni, meni fikrimcha, tajribamdan kelib chiqqan holda 99% studentlar bilmaydi. Sizlar odatda ishlatadigan yo'l, ya'ni foydalanadigan usul bu so'zni passiv tarzda yodlash. Passiv tarzda, ya'ni passiv tarzda siz bor yo'g'i где-то bir 20% miyangizda ishlatasiz. 20%, no more, no less. Chunki o'rtacha aytaylik guruhimda 10 ta student bo'lsa, o'sha eski yo'lda yodlab keladiganlardan birinchi marta lug'atni menga kelib topshirsa, oldimda man daftarda olib tekshirib chiqqanimda, shu 10 tadan bir ikkitasi, uchtasi birinchi first tryda topshira oladi. Second tryga 30% topshira oladi. Va bu qayta takrorlab turadi. Har dars 70%, 80% studentlar yodlashda juda qiynalib, вообще o'ta samarasiz yo'lda o'rganasizlar. Va muammo bu yerda o'sha. Siz eski keraksiz bir samarasiz yo'lda lug'atni yodlashingiz, chunki sizlar qilayotgan ishlaringiz bu so'zni ingliz tilida yozish, ingliz tilida yozganlaringizdan keyin oldida o'zbek tilida tarjimasini yozib qo'yish. Bor yo'g'i. Va keyin buni takrorlash. Oddiy misol sizda. Keyin to be intelligent aqlli, to be intelligent aqlli, to be intelligent aqlli, to be intelligent aqlli, to be intelligent aqlli deysiz. To be happy baxtliman. Xato aytib qo'yibman. Tushundingizmi? Mana shunaqa qilib yodlaysizlar 99% holatda. Sizlarning fikrlaringizcha mana shu miyani zo'r ishlatadi. Mana shu erg'ona yo'l, eng zo'r yo'li. No. Takrorlash, repetition sizni miyangizni eng muhim qismini ishlata olmaydi. Va ishlatsa ham taxminan bir 20-30% ni faollashtirishi mumkin. Shuning uchun sizlarga ustozlar sifatida yaxshi maslahat beraman. O'sha passive learningni unutinglar. Passive learning sizga oxirgi bir bosqichda qanaqadir bir yordam berishi mumkin, lekin o'sha oxirgi bosqichga borgunizcha siz ishlatishingiz kerak bo'lgan usul bu active learning. Mana shu active learning orqali 90% o'sha so'zni yodlaydigan miyaning qismi 90% faol bo'ladi. O'rganadi, esda qoladi va siz haqiqatan so'zni o'rganib olasiz. Haqiqatan esda qoladi. Ishoning, siz eski yo'lda yodlashga qancha vaqt sarflaysiz? Taxminan 1 soat, 2 soat, 3 soat, 4 soat. Bu ko'p bo'lib ketdi, o'rtacha shu 2 soatdan kamroq, taxminan 1-1,5 soat so'zlarni tanlab olasiz, yozasiz, tarjimasini yozasiz. Ayrimlari hammang emas, so'zni talaffuzini ham tekshirmaysizlar. Ayrimlari so'zlarni talaffuzini tekshirib olishlaringiz mumkin. Not all. Bu yerda qanaqa muammo chiqyapti? Qanaqa muammo bor? Aniq bir miyaning qismi bor. Men uni nomini sizlarga endi bitta biologiyani tushuntirib o'tirmayman. O'sha miyaning qismi ishlashi uchun sizga miya aktiv ishlashi kerak. So'zlarni yodlashda aktiv harakat qilish kerak. Eng qizig'i bu usul, bu yo'l juda qiziqarli. Bunisi ham muhim. O'sha payt sizda shu 90% miyani qismi ishlash boshlaydi. Sizlarga bir analogy sifatida men sizlarga miyani bitta narsaga o'xshataman. Miya bu nimaga o'xshaydigan narsa? Mushak masal. Mana shunga o'xshaydigan narsa. Bu qachon kuchayadi? Mana bu. Siz trenirovka qilsangiz-da, og'irlik ko'tarasiz, qayta va o'sha payt bu kuchayish boshlaydi. The same goes for the brain. Brain works the exact same way. The more it works, the more active, the better. Qancha faolroq bo'lsa, shunchasiga yaxshi. Chunki miya o'sha mushakka o'xshab muscle, muskul emas bu ingliz tilida, muscle emas, bu muscle. Siz qachonki exercise qilsangiz ishlaydi, o'sha payt esda qoladi, o'sha payt o'sadi va miya ham mashq qilsa, harakat qilsa, o'sadi. Bizda shu active recall, masalan, o'rgatmoqchi bo'lgan usul, lekin men sizga javob beraman, 100% даже, hattoki 100% improvement ko'rasiz lug'at yodlashda. Studentlarimda sinab ko'rdim, studentlar bu narsa ishladi. Konkretni ishladi. Lekin sizga javob beraman. Offline studentimda ishlagan, online studentimda ishlagan usul sizda ham 100% ishlaydi. Shu active recall usul texnikasiga o'tamiz. Siz bor yo'g'i 4 ta qadam bor, 4 ta qadamdan keyin siz o'zingizga taxminan bir bemalol 9 ta mashq tuza olasiz ChatGPT orqali. Xo'p, active recall. Qaranglar, nimadan iborat active recall? 4 ta asosiy nimamiz bor, bosqichimiz bor. O'sha 4 ta bosqichdan o'tganingizdan keyin, so'zni tushunib olganingizdan keyin, so'zni mashq orqali yodlab olganingizdan keyin sizni esingizda qolish ehtimolligi eski yo'lga nisbatan bir 2-3 barobar osonroq esingizda qoladi, ko'proq esingizda qoladi. Xo'p, bu 4 ta bosqich nimamizda? 4 ta bosqich juda oson. Birinchisi, bu so'zdan tanlab olishingiz kerak. Siz doimo so'zni tanlab olishingiz kerak. So'zlarni keyin limit qilishingiz kerak. 50 ta 60 ta so'z emas, 50 ta 60 ta so'z emas. Men sizga bergan maslahatim bu you need around 20 to 30 words. Ya'ni 20-30 ta so'z yetarli va so'zlarni o'zini emas, iloji boricha so'zni o'zini emas, iltimos siz several words yozib qo'yib, ya'ni individual words o'rganmang. Words in chunks o'rganganingiz yaxshi. Nima degani in chunks? In chunks degani siz so'zlarni bitta guruhda yodlab olasiz. Misol uchun beautiful so'zi emas, a beautiful ladyni yodlashga harakat qiling, chunki a beautiful ladyni tushunish va esda qoldirish osonroq. Просто beautiful ga nisbatan. Quick emas, a quick athlete, a fast athlete. Fast va quick ga
nisbatan ancha osonroq bo'ladi esda qolish, in chunks yodlash bir nechta so'zni. Xo'p, tanladingiz, chunksta yozib qo'ydingiz. Bu birinchi bizda nima deyiladi? Takoy qonun qoidacha bo'ladi. Ikkinchisi so'zlarni endi asosiy qismiga o'tamiz, shu texnikani o'ziga o'tamiz. So'zlarni tanlaganingizdan keyin, guruhda chunksta yozib bo'lganingizdan keyin birinchi tekshiradigan narsangiz bu albatta tarjima va definition. That's it. O'zbek tilidagi, rus tilida tarjima va ingliz tilida definition. Faqat tarjima, faqat definition kerak emas. Nima uchun? Chunki hech qachon definition menga bitta o'zi yordam bermagan. Baribir definitionni tekshirib, keyin nimani tekshirib olsam menga ancha tushunarliroq chiqardi. Nima deb so'zni ma'nosi o'zbek tilida va ingliz tilida nimasini tekshirib olish, translation and definition. Xo'p, buni tekshirib olasiz. Bundan keyin albatta so'zni yanada yaxshiroq tushunib olish uchun siz sample sentence tuzib olishingiz mumkin. Sample sentence'da qanaqa ishlatilishi va qanday qilib siz gapni tuzishi mumkinligini aniqlab olish uchun. Xo'p, buni qilib olasiz. Endi so'zni talaffuzini tekshirib oling. Talaffuz, pronunciation. Chunki har bitta so'z o'z bir unique talaffuziga ega ingliz tilida. Misol keltiraman sizga. Bush da so'zi B U S H yoziladi, lekin ko'pchilik buni bash deb talaffuz qilish kerak deb o'ylaydi. Bash emas, it's bush. Yoki debut deydi ko'pchilik, lekin debut emas. Bu fransuzcha so'z bo'lganligi uchun T talaffuz qilinadi. Bu debut. Qanday qilib buni tekshirib olasiz? Bizda chiroyli veb-sayt bor. Youglish va playphrase.me. Menda Youglish tekin, playphrase.me limiti bor, lekin Youglishdan limit bor edi. Xato qilmasam, agar siz registratsiya qilsangiz, manimcha sizga tekin orada bir ikkita reklama chiqishi mumkin, lekin arziydi 100%. Xo'p, so'zni tushundingiz. Qanaqa ishlatish bilasiz? Nimasi ham aniq, talaffuzi ham aniq. So, 20-30% of the job is done. Now you have 70-60% of the job that's left to do. Sizda yana bir 60-70% ish qilinishi kerak. Chunki keyingi bosqichda, oxirgi bosqichda eng muhim, eng kerakli nima bor? Bizda mashq bor. Juda tez qilinadi. Xo'p, ChatGPT ga kirasizlar. Men odatda Claude'dan foydalanaman. Claude menga chunki pullik versiyasi bor, juda qulay. Xo'p, nima qilaman Claude'da? Claude'dan men bitta narsani so'rab qo'yaman. Claude menga mashq tuzib berishni so'rayman va u mashqlarni men 3 ta turga bo'laman. Easy, medium va hard. Easy, medium, hard. Hard oxirgi, ana shu 3-chi mashq. Eng qiyini uni o'zingiz qila olasiz. Uni sizga ChatGPT qilib bermaydi. Uni qanday qilib qilishni o'rgatib beraman. Birinchisi, ChatGPT ga kiramiz va bu mashqlarni tuzdirish juda oson, lekin mashqlarni tuzishdan oldin biz albatta ChatGPTdan bizga berilgan so'zlar ro'yxatining tarjimasini, ingliz tili definitionini va u bilan birgalikda sample sentence'ni tuzib berishni so'raymiz. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Men so'zlarni yozib yuborganman ChatGPT ga va pastida mana bunaqa tarzda menga har bitta so'zni tushuntirib ber deganman. Va ChatGPT menga mana bunaqa tarjimachalar chiqarib berdi. E'tibor beringlar. Har bitta so'zni chiroyli qilib, mana har bitta so'zni chiroyli qilib menga o'zbek tili tarjimasini beryapti. Keyin ingliz tili definition, keyin ikkita sample sentence har bitta so'z bilan. Albatta bu so'zlarni men tarjimasini, definition va sample sentence'ni qanaqa qilib ishlatilishini ko'rib chiqqanimdan keyin men mashq orqali bu so'zlarni o'rganib olishim kerak, yodlashim kerak. Endi men sizlarga o'rgatayotgan metodika bu shunchaki takrorlash emas. O'zing takrorlab yodlama, yo'q, bu juda musor texnika. Yo'q, buni o'rniga sen mashq bajar. Endi biz ChatGPT ga mashq qildiramiz. Bu ham juda oson va apshe oson. Men sizlarga ko'rsataman bu narsani. Marhamat. Tak, nima qilaylik? Edit. Qaranglar. Mana bunaqa prompt tashlashim bilan men ikkita turdagi mashq qildirtiraman. Bu birinchi turdagi mashq, bu ikkinchi turdagi mashq. Ko'ryapsizlar menimcha. Endi birinchi 3 ta mashqim juda oson, chunki bu 3 ta mashqda bizda nima beriladi? Bizda test format beriladi. Test bajarasiz bu yerda, osonroq bo'ladi. Va marhamat, mana bunaqa mashqlar sizlarga test bilan birgalikda e'tibor bering. Ana so'zni so'ragan, tarjimasini bergan va 4 ta variant. Qaysi variant mana shu so'zni nimasiga to'g'ri keladi? Qanaqa so'z berilgan bizga? Yashirin ne'mat, yomon ko'ringan lekin yaxshilikka aylanganda. Buning javobi a blessing in disguise. Qolganlari xato. Mana shunday qilib menga mashq chiqarib beradi. Bu birinchi 3 ta mashq mana shunaqa bo'ladi. Test formatda exercise 1 ko'rishingiz mumkin, keyin exercise 2 menga chiqarib berdi, keyin exercise 3 menga chiqarib berdi. Mana shularni bajarasiz va bularni bajarganingizdan keyin eng oxirida sizga javoblarni ham beradi. Endi ikkinchi turdagi mashqlar bizda sal qiyinroq, sal nimaroq bo'ladi. Baribir o'ylashga sizni majburlaydigan bo'ladi. Yana bir marta aytaman. So'zlarni yodlash bu holatda kerak emas. Yo'q, so'zlarni eslashga harakat qiling. Agar vaqti esdan chiqqan bo'lsa, albatta takrorlab olishingiz ham mumkin. It's completely fine. Xo'p, marhamat. Ikkinchi turdagi exercise bizda o'zi optionsiz bo'ladi. E'tibor bering, bu yerda option yo'q. Shu mashqlarning o'zi faqat bu mashqlarda bizda variant berilmaydi. Marhamat, tushunamiz. Exercise 4 ni topamiz. Tak, yes, exercise without options, free recall eslashga harakat qilasiz. Marhamat, bizda o'zbek tilida tarjimasi berilgan, biz esa so'zni eslashimiz kerak. Ana marhamat, yashirin ne'mat, javobi nima buni hozir qilgandek sizlar bilan bu bizda blessing in disguise yozib qo'yasiz.
Har bitta so'zni shunday bajarasiz. Keyin exercise 2 ga o'tasiz. Marhamat, bu yerda o'sha o'zbek tilida emas, ingliz tilida definition berilgan va oxirida sizda exercise 6 bu sentence completion. Mana shunday qilib siz har bitta mashqni bajara olasiz. Va so'zlar esingizda, ishoning, ana eski texnikangizga taqqoslaganda bir o'yin barobar tezroq va osonroq qoladi esingizda. Javob beraman. Bu mashqlarni iloji boricha daftarda bajaring. Bitta pistoy o'roq olasiz. Pistoy. Ruchka olasiz. Va eslab bilganingizni takrorlash kerak emas. Eslab bilgan, o'sha 20 ta so'z yodlamoqchisiz. 20 tasini mashqni bajardingiz. Shu 20 tasini ichidan eslab bilganlaringizni prosta eslab bilganlaringizni shu pistoy o'roqqa yozib chiqing. Lekin shu mashqni bajarayotganingizda cheating qilmang. O'zingizga 4 daqiqa vaqt qo'ying. Mana shu telefoningizni olasiz, timer yoqasiz. 4 minutes. Men studentlarimga 4 daqiqa beraman va 4 daqiqa ichida ular o'sha so'zlarni eslab, aytaylik 20 tadan 10 tasini eslab olishi mumkin. 20 tadan 5 tasini ham eslaganlar bor. Bu birinchisi. Ikkinchisi, takrorlang. Bo'ldi. 4 minut vaqt o'tdimi? Takrorlab oling. Eslab bilmaganingizni takrorlab oling. Takrorlaganingizdan keyin takrorlashga o'ziga 2 daqiqa bering. 2 daqiqa yetadi odatda. Ikkinchi marta so'zlarni yozishni boshlang. Keyin yana takrorlang. Keyin uchinchi marta takrorlang. Keyin yana so'zlarni yozishni boshlang. Lekin cheating qilmang. O'ta qiyin bo'lsa, o'sha 4 daqiqa berasiz o'ziga. O'ta qiyin bo'lsa, bemalol oching. O'sha daftaringizdami, qayerda yozib qolgan bo'lsa so'zlarni boshqada yozib chiqing. Lekin so'zlarni yozayotganingizda ingliz tilida yozing. Oldi tarjimasini ham yozib o'zingizni o'rgating shunday qilishga. Mana shunday. Agar buni yanada qiyinroq, yaxshiroq qilmoqchi bo'lsangiz, endi samaraliroq qilmoqchi bo'lsangiz, meni maslahatim so'zlarni ro'yxatini tuzib olganingizdan keyin ingliz tilida oldida ingliz tilida definition yozib chiqing. Bu ham zo'r, bu ham yaxshi exercise. Va buni biz ingliz tilida active recall deymiz. Mana shu active recall usul orqali siz so'zlarni haqiqatan miyangizda ishlatib eslashga harakat qilasiz. Miya bir shunaqa bir qismchasi bor. Agar o'sha qismdan foydalanmasak, siz so'zlarni eslab qolishda juda qiynalasiz. Siz o'ylaysizki, hamma so'zni 20-30 marta, 50 marta takrorlab olim bir soat davomida. Lekin esingizda qolmaydi. Men aytgan usulda qiling, bir marta keyin qayting o'sha videoga. Bitta like, comment, bitta podpiska tashlab qo'ying. Chunki keyingi videoda men buni yanada yaxshiroq sizlarga tushuntirib beraman. That's it. All I wanted to teach. Like, comment, subscribe. See you.